Rostdanmi? Dedi shoh. Agar men o'sha odamga iymon keltirib qo'ysam-chi? Iymon keltirib qo'ysang, hidoyat topasan, yaxshilik topasan. Haligi shoh aytgan ekan. Omonlik xat yozinglar bu shaharga. Men mana shu shaharga kelib ko'miladigan payg'ambarga iymon keltirdim. Bu shaharga hech kim tegmaydi deb ketgan ekan. O'sha yozuv chiqqan ekan, o'sha yozuv. Payg'ambar alayhissalatu vasallamga 300 yil oldin iymon keltirganlar bor ekan. Birodarlar, Madinaning hududlariga yaqinlashgan saringiz iymon jo'shiydi. Fayz aynan o'sha joydan tarqaydi. Sababi bitta. U joyda rahmatan lil alamin yotadilar.